Jigarlar, assalomu alaykum. Xudo xolasa mana 2026-yil 20-may holatidagi zavodimizdagi ish jarayonlari. Xudo xolasa mana 5000 talik mashinamizga Oltiariq tumaniga chiqarib yuboryapmiz. Bugunlari bo'lishib qoldi. Sifatlari a'lo darajada ishlab ishlarimiz xudo xolasa. Ishlarimizni rangi ro'ylariga bir alohida baho berib qo'yamiz. Yondan ko'rinish holatlari ham razmerlari 25-12-6 razmerdagi. Albatta vodiyning standart o'sha. Xudo xolasa mana xumdonimiz ichidan ko'rinish holatlari. Sho'rlamaslik darajasi so'raganlarga xudo xolasa shu kunga sho'rdan murojaat tushgan yo'q. Kunga shunday ishlarimizdan kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab yetkazib beriladi. Aloqaga chiqamiz. Bu tarafda mana yangi ishlarimiz terilish ishlari ketyapti. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Bu tarafimiz Suyernik qishlog'i, bu tarafimiz Lenin qishlog'i. Kimga shunday ishlarimizdan kerak bo'lsa, aloqaga chiqamiz.